Elektromobil so'raganlarga BYD Seagull chiqibdi bitta qop-qora rangidan. 2023. Aka buni yurgani qancha? 32 ming yurgan. Oldida. Ichki holatlarni ko'ringlar azizlar mana. BYD Seagull. Kim 23-32 ming yurgan. Ikkita detalli kraskasi bor. Kapot bilan qanotda. Narxi necha pul? 12,5 mingdancha tushadi. 12,5 ming kelishlari. Hujjati keyin bo'ladi? Ha, 5-6 oyga bo'ladi. 5-6 oygacha keyin chiqaveradi. Nomeringlar? 91lik 070 070 2060. 2060 raqamiga murojaat qilasizlar. Azizlar bemalol kelib ko'rib tekshirib olib olaverasizlar. Bu mashinani nomiga o'tkazish ham bular oddiy jen mashinaga nisbatan